Assalomu alaykum qaddi baland qadrdonlar. Sizlar bilan bugun Teplolux jamoasi hamda Varim Technik. Xo'p, Teploluxdan ancha yildan beri ko'pchilik taniydigan Umid akam. Xo'p, bugun sizlarga tanishtiradigan mahsulotlarimiz ko'plik pollarimiz uchun ishlatiladigan kollektorlarimizning xillari mana shu bo'ladi. Xo'p, hamda ishlatiladigan ko'plik polimiz uchun graduslarni alohida beradigan mahsulotlarimiz bo'ladi. Umid aka, xo'p. Savollaringiz bormi qanaqadir? Meni sizga bir ikkita yig'ilib qolgan savollarim bor. Bo'lib, avvalambor har bir mavzuni kirishida o'sha mavzuga ozgina oydinlik kiritish maqsadida, tushuncha hosil bo'lish maqsadida bitta savol bermoqchiman. Xo'p. To'plipol o'zi tarixida ozgina eshitganlaringiz bor, bilaman, nimalarni bilasiz, shuni ozgina gapirib bersangiz. Xo'p, Qo'shimchasiga men o'zim To'plipol tarixiga keladigan bo'lsa, u ota-bobolarimiz paytidan u olovlar yoqib toshlanib tegidan isitilgan. Xo'p, bilaman, ko'rganmiz, ko'pchilik ko'rgan. Dimoxodlarni anaqa o'tkazib isitilgan. Endi bu ancha davrlar oldindan bo'lgan, uni bilamiz. Endi mana hozir bizning paytga kelib ancha rivojlanib ketdi. Yengilliklar hammasi yengillanib ketdi. Buni to'g'ri ustanovka qilishlar to'g'risida iloji bo'lsa xalqqa, ustalarimizga to'g'ri, yaxshi ma'lumot bera olsangiz zo'r bo'lardi, aka. harakat qilamiz. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Bilganlarimizdan To'plipol 400 ancha yil tarixga ega. Asosiy To'plipollar rivojlangan davri bu Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrga to'g'ri keladi. O'sha paytda to'g'ri aytib o'tdingiz, pol stяжка qilinib, betonli pollar, kimlardir toshlar bilan qilinib, orasiga olovlar yoqib, o'zini yuradigan yo'llarini qilib, konveksionniy mana yuradigan yo'llarini qilib, vent kanallar deymiz, o'shalar bo'yicha pollarni qizdirishgan. O'sha urushdan keyingi davrda hamma yoq buzilib ketgan, uylar kichkina baraklar, yengil tipdagi baraklar, issiqlik ko'p kerak bo'lgan qishlash uchun odamlarga oddiy eng anaqasi shu olov bilan qizdirib olish bo'lgan. Lekin To'plipol haqiqiy biz hozir ko'rib turgan To'plipollar davri aynan bitta narsaga taqaladi, kelib chiqish davri. Haqiqiy uyg'onish davri bu sirkulyatsionni nasosni paydo bo'lishi. Chunki bizga sirkulyatsionni nasos aynan уже самотечный sistemaga ham o'rgangan paytda bizga уже принудительный sistemalar paydo bo'lgandan keyin trubada уже o'zimiz принуждать qilib suvni aylantirganimizdan keyin To'plipollar imkoniyati juda ham tez ravishda tepaga qarab rivojlanishi ortib ketgan. Men yana bitta qo'shimcha qilib o'taman, ko'p bunga to'xtalmaymiz. To'plipollar kamchiliklaridan bittasi uni juda ham qizib ketishi. Urushdan keyingi davrlarda odamlar juda ham ko'p qizdirib olganida issiq pol deb aytamiz. Issiq pol. To'pli polda, горячий pol qilib yuborishganidan odamlardan juda ham ko'p жалоба kelgan, doktorlarga davleniyam oshib ketyapti, mazam qochyapti, onkologический заболеваниялар juda ham ko'p rivojlanib ketgan. O'shandan keyin odamlar уже olimlar o'rgangan holda sababi nimaga bunchalik ko'p жалоба tushganini, To'plipolni yomon taraflarini shunda ko'zga shunda ilk bor ko'ringan. Xo'p, keling, unda To'plipol kollektorlarning xillari bilan tanishtiraylik avval. Undan keyin xo'p, To'plipolimizni qanaqa to'g'ri ustanovka qilish, qachon nima qilganda to'g'ri ustanovka qilish bo'yicha yana davom ettirsak. Nima deysiz? Hammamizga tanish bo'lgan To'plipol kollektorlar endi biz maksimal darajada bizda borini hozir yig'dik, arsenalimizda ko'rib turganingizdek. Bu eng ko'p sotilgan o'zini davrida Yevrokonus deyishardi, keyin yana boshqa nima ismi bor? Sharavoy kranligi bo'ladi. Hozir uni topolmadik. Undan topolmadik, chunki ishlatilmayapti. Hozirgi kunda ham maslahat bermaymiz uni ishlatishni. Hozirgi kunda mana bizda eng hozir ham shunaqa ommabop. Hamma yaxshi ko'rgan variant bu barashkoy hisoblanadi. Bunda qanaqa foydalanamiz? Ochamiz, yopamiz. Bunda
har bir konturimizni ligirovka qila olmaymiz. Juda qiyin, to'g'risini aytganda bu narsa men o'zim Balansirovka. uyimda ishlataman. Haqiqatdan hozirda ham ishlab turadi. To'g'ri, qiyin balansirovka qilish. Qaysidir metrimiz 70 metr, qaysidir metrimiz 60 metr. Anu sanuzillarimizda 20 metr. Ana o'shani nastroyka qilib ishlatish, uzun metr tushib qolgan joylarimizda ishlash juda qiyin. O'shani hisobiga To'g'ri aytdingiz. Qo'shimchasiga yana qo'shib ketaman. Abdurasul to'g'ri aytdilar. Har bir cho'pli polli kanalida har bir metri bor. Har bir metrga определенный o'zini rasxodi bor. Har bir rasxodini ugadat qilish, masalan, topib olish bunda imkoniyatsiz. Faqatgina yopib, ozgina ochib, ko'proq joyiga oxirigacha yopib, ko'proq ochib, mana shunaqa qilib o'zimiz bilgancha ustalar shunaqa balansirovka qilib ko'rmoqchi bo'lishgan, lekin bunda ham qanaqadir yaqinroq kelishgan-ku, lekin oxirigacha ideal deb aytolmaymiz. Balansirovka bo'lgan deb aytamiz. Kamchiliklardan biri shu. Lekin o'zi materialini hozir sifatlari a'lo darajada bo'lgan o'ziga. Hozir ham 30 yildan beri menimcha уже ko'p odamlarda turibdi uylar. Turibdi. Ancha yildan beri turadi. Xo'p, yana bitta variantimiz, xo'p, ko'rib turganinglardek, Umid aka, mana shu haqida mana ma'lumot, balansirovочный mana. Buni to'g'risini aytaman, endi ko'pchilik meni noto'g'ri tushunmasin, bu aslida balansirovочный emas. Расходомерный. Bu oddiy расходомерный kollektor для теплого пола. Chunki bunda faqat poplovkoviy shtoki turibdi. Siqqaningizdan keyin, ochganingizdan keyin poplovka o'zini yurganiga qarab turib, qancha расход bo'lganini ko'rsatadi. Lekin buni qanaqadir bitta balansirovочный deganimizda, balansirovочныйda juda ham ko'p o'zini shkalalari bo'ladi. Bunda unaqa shkalasi yo'q. Bunda faqat bitta skorost uchun bitta shkala bor. Unisiga qo'shilaman, bitta skorost. Определенный поток uchun. Hozir bunga to'xtalmoqchi emasman. Materialiga to'xtalmoqchiman. Chunki vaqtimiz ограниченный. Aytganimizdek, bu yerda latunni hamma yaxshi ko'rgan laton o'zi sistema otopleniyamizda bilasiz, uzoq muddatlarga yetadi, korroziyaga juda ham o'ta chidamli deyarli yo'q. Yaqin kunlarda, yaqin yillarda deylik, bir 8 yil bo'ldi shekilli, 7-8 yildan beri bizda nerjaveykali kollektorlar paydo bo'ldi bozorimizda. Narxidan kelib chiqadigan bo'lsak, laton og'irroq, ko'proq material ketgani uchun qimmatroq chiqadi. Себестоимость to'g'ri aytdingiz. Qimmat material. Oltin bilan kumush solishtirganda narsa bo'ladi. Xuddi shunaqa, xuddi. Bu oltin narxida, bizani sohada olganda, bu kumush narxida. To'ppa-to'g'ri anaqa berdingiz. Men bundan ham to'g'rirog'ini aytolmasam kerak. Rangida ham o'xshashlik bor, pulida ham deyarli o'sha farqi deyarli o'xshashlik bor. Nerjaveyka material arzonroq, bu yerda kamroq ketgan, yuqoriroq, shunga yarasha buni себестоимость arzon chiqadi. Lekin buni ham ikki xilini o'sha aytganimizdek, расходомерli mana kollektorlarimiz bor. Ikki xil varianti bor. Hozir eng ko'p tarqalgan sotilayotgan mana shu ikkita nerjaveykali bo'ladi asosan. Hozirgi kunda nerjaveyka kollektor sotuvi bo'yicha ancha oldinda bo'lib qoldi. Chunki bir xil vazifa bajaradi, aytganimizdek, bu ham расходомерный, bu ham расходомерный. Lekin har doim sotuvda ko'proq bu bo'lib qoldi. Endi yana bitta kollektorimiz bor, aka, buni siz o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Ani oltinga solishtirsa, probani rost ekasimi degandek, mana shu 24 karat deb qo'ya qolamiz. Mana shu kollektorimizni bitta olib ko'rsating, mana aka. Bunda haqiqatdan mana bunda balansirovka qilsa bo'ladi, aka. To'g'ri aytdingiz. Bu kollektor o'zim uyimga ham qo'yganman, juda ham ko'p testировать qilganman. Bunga alohida bitta mavzu ola qolamiz. Zo'r bo'lardi. Bu endi latundan ishlab chiqaradi. Endi Kalefi o'zi dunyo bo'yicha top 10 talik kompaniyaga kiradi, zaporni armatura ishlab chiqarish. Bular har doim передовик bilan o'zligi o'ylab topadi har xil anaqalarni, yangi texnologiyalarni va bularni ortidan yuradi. Deyarli anaqada qaraydigan bo'lsak, Mercedes, BMW degan kompaniyalar bilan solishtirsak bo'ladi. Avtoindustriyada Kalefi, zaporni armaturada shunaqa. Bu bizani O'zbekiston bozoridagi
cho'pli pol bo'yicha hamma savolni, hamma problemalarni reshat qiladigan kollektor shu deb aytolmayman. O'zingiz nima deb fikrdasiz? Yo'q, buni men ortiqcha anaqa bera olmayman. Buni ishlatgan ustalar biladi, yaxshi biladi haqiqatdan. Keling, aka, mana shu bo'yicha ham boyga aytganingizdek alohida to'xtalamiz. Alohida to'xtalamiz. Undan tashqari, aka, qo'yilgan joyi bor. Hozir kakras qo'yilayotgan obyektimiz bor. O'sha yerdan ham bitta qisqacha Kelishdik. video qilib beramiz. Endi aka, eng ko'p to'xtalinadigan, beriladigan savol, to'xtalinadigan anaqamiz, aka, cho'pli polda bo'ladigan xatolarimiz, cho'pli polni ustanovkasida bo'layotgan xatolarimiz. Kecha qiziq narsa ko'rib qoldim, video meni juda qiziqtirdi. Cho'pli pol yoshi katta odamlar bor joyga cho'pli pol qilmanglar degan savol ko'rib qoldim, video rolik ko'rib qoldim. Aka, menga juda qiziq tuyuldi. Mana shu narsaga qanaqa qaraysiz? Nimaga deb tushuntirishmadimi? Endi nimaga tushuntirmaganini sababini, aka, mana shu narsani farqli, qachon cho'pli pol mumkin emas, qachon mumkinligini bitta sizdan eshitsak. Lirik chekinish qilaylik yana orqaga. Urushdan keyingi davr cho'pli pollar bilan istilyapti. Cho'pli pol temperaturasi определенный standartda yo'q, hamma baland qilyapti. Issiq polda yotibsiz, kislorod qizib ketyapti. Xuddi mini sauna deymiz. Saunani sekin o'tadigan varianti bu. Qon bosimi oshadi. Onkologические заболевания, changlar ko'tariladi va shuni ketidan kasalliklar kelib chiqadi. Nima uchun yoshi katta odamlarga qilinishmasligi? Aynan yoshi katta odamlarda qon bosimiga bo'lgan moyillik juda ham ko'p. Chunki hammamiz bilamiz, qon bosimi bilan stradat qiladigan naselyeniyamiz yoshlari 40+ undan tepasi bo'ladi. Shuning uchun menimcha bo'lsa kerak cho'pli pol qilmaylar deb. Lekin cho'pli polni qilishni o'zini sharoitlari bor va qonun qoidalari. O'sha qonun qoidalarini hisobga olib qilinmagan cho'pli pol sizga zararga ishlaydi. Siz aytganingizdek kasal keltirib chiqadi. Onkologik kasalliklar O'zbekistonda juda ham ko'p. Men sizga hozir bitta narsani aytaman. Misol tariqasida so'radingiz, endi aytmasam bo'lmaydi. Cho'pli polni regulirованиясini обязательно qo'yish kerak o'zini temperaturasiga. Chunki cho'pli polni haroratining o'zini standarti bor. Yevropada 29 gradus. Любой cho'pli pol поверхностьda kafel bo'ladimi, laminat bo'ladimi? Xonalar uchun 29 gradus. SNG Rossiya bo'yicha 30 gradus. Sanuzellardagi vanna, tualetniy komnatalar deymiz, u yoqqa 35 gradus. Bu Yevropaning standarti. SNG bilan Yevropa standarti. Nima uchun 30-35 gradus? Bu uje 30 gradus qilganingizdan keyin xonaning harorati 22 gradus bo'lsa, 8 gradus tavofuti bo'lsa farqi. 8 gradusda polimizdagi changlar, har xil tushgan narsalar, bakteriyalar ko'tarilishi boshlaydi. Faraz qiling, ko'tarilib havoga aniq qiladi-da, biz keyin u yoqda yurgan iste'molchi odamlar, yashovchi, o'sha aniq qilgan odamlar u havoni kislorod bilan nafas oladi, chang bilan har xil kasalliklar, u yog'ini уже tushuntirishimni hojati yo'q, juda ham ko'p anaqalarga paslaysilarga olib keladi. Shuning uchun cho'pli polda важный aytganimizdek nima? Harorat, temperatura. Biza qaynoq pol emas, cho'plinki pol, iliq pol qilishimiz kerak. Nima uchun? Men ko'pchiligiga tushuntiraman kelganda ham, bu xona harorat, xonani isitish uchun emas, komfort uchun deb hisoblayman. Xonani asosiy isitilish radiatordan bo'g'irgani ma'qul deb hisoblayman, aka, men. Siz aytgandek boyiga, agar uyni isitish uchun batamom cho'pli poldan foydalanadigan bo'lsa, men bilmaydigan bir ikkita narsalarim bor ekan, hozir bilib oldim. Rostdan bu foydali bo'ldi. Men o'zim uchun hammamizga foydali bo'lsin. O'sha narsa mash xatolarni qilmaslik uchun ishlatiladigan mahsulotlar bilan birma-bir tanishtirsak, aka. Nima deysiz? Ko'pchilik buni bilmaydi, to'g'ri, ustalarimiz biladi. Buni cho'pli pol
ko'pchilik to'pli pol mumkin emas ekan degan xayolga borib qolmasligi uchun to'pli pol juda zo'r narsa. Albattaki, o'sha to'g'ri ustanovka bo'lish uchun ishlatiladigan mahsulotlar bilan tanishtirsak, aka. Qanaqa qo'ysak to'g'ri bo'ladi. Ha, bu juda ham keng mavzu, Abdurasul. Men vaqtimiz ограниченный bo'lgani uchun, chegaralangan bo'lgani uchun men bu narsani birdaniga tushuntirib bera olmayman. Hurmatli kuzatuvchilar, bizani unda kuzatishda davom etinglar-da. Biza to'pli polga oid mavzularni qismlarga bo'laylik va har bitta qismini maksimal darajada keng yoritib berishga harakat qilaylik. Chunki informatsiya juda ham ko'p, axborot juda ham ko'p. To'pli pol haqida tushunib olishligi uchun to'pli polni o'zi qanaqa ishlashi kerak, nimalar qo'llanishi kerak, qaysi paytda holatlarda mumkin, qanaqa xonalarimizda mumkin, qanaqa xonalarda mumkin emas, qanaqa to'g'ri qilganmi, noto'g'ri qilganmi. Chunki bizani kuzatayotgan odam, kuzatuvchilarimizda o'sha to'pli poli bordir uyda. Meni uyimda to'g'ri qilganmi, noto'g'ri qilganmi, bizani kuzatish davomida shu narsalarni bilib oladi. Kimdir hozir qilmoqchi sistema отоплениясini to'pli pol bilan, kimdandir yomon hali aytganingizdek fikr eshitib qoladi. Har xil nima deydi, setlarda har xil fikrlar yuribdi. Shuning uchun to'g'risini aytamiz, xatolarini aytamiz, kamchiliklarini aytamiz, to'g'ri qilish yo'llarini aytamiz, pravilalarini aytamiz. U yog'ini o'zligi tanlab olishadi. Lekin birinchi bugun to'xtalib o'tadigan narsam, eng ko'p xato bizani santexniklar bilan qilinib kelgan xatolar hali ham bor. Afsuski, bu nima? Sistema отопленияda to'pli pol bilan radiatorni alohida temperaturaga, alohida расчетga qo'yishimiz kerak. To'ppa-to'g'ri Abdurasul aytgandek, radiatorning sistemamiz undan oldingi videolarimizda aytganimizdek, radiatorimiz effektivniy ishlash sistemasi bu 50-70 gradus. A to'pli polimizda 30 maksimum 40 gradusgacha. U ham нежелательно. Shuning uchun biza koteldan chiqib kelayotgan 60-70 gradusni taqsimlab olishimiz kerak. To'pli polga aytganimizdek 30-35 gradus самый kerakli, rekomenduемый deydi. Temperatura radiatorimizga 50-60 gradus. Shuning uchun hurmatli kuzatuvchilar, to'pli pol bilan radiator sistema qilyapsizmi yo qilinganmi, ishlayaptimi, qilmoqchi bo'lyapsizmi? Mana shu faktorga birinchi navbatda savol beringlar. Qanaqa qilib ajratyapsan? Buni o'zini yo'llari ko'p. Xudo xohlasa, keyingi ko'rsatuvlarda borishsa albatta keyingi ko'rsatuvda batafsil bu to'g'risida ham ma'lumot beramiz. Umid aka, yaxshi samimiy suhbat uchun rahmat. Arzamaydi. Kuzatib boringlar, xudo xolasa keyingi videolarimizda chiroyli chiqishlarimiz bo'ladi. Maqsadimiz xalqimizga foydali bo'lsin, manfaatli bo'lsin. Keyingi ishlarda, hozirgi ishlarda to'pli pol bilan bo'lgan, sistema отопления bilan bo'lgan ishlarda manfaatli bo'lsin. Agarda kimdadir qanaqadir savol bo'lsa, Varim Texnik, Teploluxga, lichkalariga bemalol savolinglarni yuboringlar. Biz shu savollarni, eng ko'p tushgan savollarni atborini qilamiz va shu savollarga javob berib ketamiz. Xudo xohlasa keyingi mavzuda. To'g'ri javob berishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Sog' bo'lasizlar, omon bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat, Abdurasul.